Poytaxtimiz Toshkent shahrida yana bir ayanchli avtohalokat sodir bo'ldi. Biz darhol voqea joyiga yetib keldik. Ayni vaqtda mas'ullar tomonidan yo'l transport hodisasini kelib chiqish sabablari o'rganilmoqda. Avtobus bilan BYD transport vositasini to'qnashganligini ko'rib turibsiz. Bizda ham birinchi ma'lumot tushishi bilan navbatchi voqea joyiga yetib keldik. Avtobus 16-yo'nalishdagi, ya'ni TTZ Severniy vokzal yo'nalishida harakatlanib kelayotgan avtobus Nukus ko'chalari bo'ylab harakatlanib kelyapti. Bu tomondan chapga Severniy vokzalga burilayotgan vaqtga unga qarama-qarshi Nukus ko'chalari bo'ylab harakatlanib kelayotgan BYD rusumli transport vositalari ikkala haydovchini ehtiyotsizligi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lyapti. Ma'lum bo'lishicha, BYD aynan mana shu avtobus bilan to'qnashgan. Mazkur avtohalokatda yengil mashina ushbu himoya to'siqlariga urilib, shikast yetkazgan. Ikkala haydovchi ham tan jarohati olib, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida shu yaqin atrofdagi bolnitsalarga yotqizildi, birinchi tibbiy yordam ko'rsatildi. Xudoga shukr, og'ir ahvolda emas. BYD transport vositasining ichida yo'lovchilar bo'lmagan, haydovchisi tan jarohati olgan, ko'rib turganingizdek, shu to'qnashuv natijasida, lekin og'ir emas. Rasmiylarning xabar berishicha, yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan vaqt avtobus ichida yo'lovchilar ham bo'lganligi aytildi, lekin ularning hech biriga tan jarohati yetmagan. Haydovchi esa shifoxonaga olib borilgan. Holat bo'yicha yana surishtirishlarni olib boryapmiz. Voqea tafsiloti bo'yicha va aniq bir ma'lumot qo'shimcha surishtirishlardan keyin beramiz. Hurmatli fuqarolar, har doim yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Yo'ldagi birgina xato sizni, bizni, hech birimizni kechirmaydi.